2003-yildan buyon 28-aprel sanasi dunyoning 100 dan ortiq davlatlarida Xalqaro mehnat tashkilotining tashabbusi bilan Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni sifatida keng nishonlab kelinmoqda. Ushbu sana mehnat jarayonida inson hayoti va salomatligini muhofaza qilish, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish hamda ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan global ahamiyatga ega. Mazkur sana munosabati bilan Termiz shahrida sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlaylik shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz xabar beradi. Termiz shahrida o'tkazilgan mazkur tadbir O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Surxondaryo viloyat kengashi tashabbusi bilan tashkil etildi. Unda hamkor tashkilotlar vakillari, mehnat muhofazasi bo'yicha mutaxassislar, ish beruvchilar, kasaba uyushmalari faollari hamda turli soha vakillari ishtirok etishdi. Tadbir davomida mehnatni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar atroflicha muhokama qilindi. Mamlakatimizda xodimlarning hayoti va salomatligini muhofaza qilish, ular uchun xavfsiz va munosib mehnat sharoitlarini yaratish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bu borada qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hamda amaliy chora-tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Viloyatimizda ham mehnat muhofazasi sohasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan korxona va tashkilotlarda mehnat sharoitlarini yaxshilash, zamonaviy xavfsizlik vositalarini joriy etish, ishchilarni muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda ularning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida manzilli dasturlar ishlab chiqilib, ularning ijrosi ta'minlanyapti. 28-aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni butun dunyo bo'yicha ushbu kun nishonlanib kelinmoqda. Buning asosiy sababi sanoat korxonalarida faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlarning mehnat xavfsizligini ta'minlash, shuningdek hayoti, faoliyati, sog'lig'i, huquqiy manfaatlarining ustuvor vazifada ekanligi, shuningdek ishchi xodimlarning shikastlanishlarini baxtsiz hodisalar uchrashishini oldini olishga qaratilgan barcha chora-tadbirlarni, ishchi xodimlarning huquqiy ongini rivojlantirish, savodxonligini oshirish, bunda ish beruvchi xodimlarning beqiyos o'rni juda ham katta deb bilamiz. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan barcha ish beruvchi rahbar xodimlar, shuningdek ishchi xodimlar o'rtasidagi sog'lom mehnat sharoitini tashkil etish va sog'lom mehnat sharoiti tashkil etilgan korxonalarda ishchi xodimlarning xavfsizlik madaniyatiga, ya'ni to'g'ri tashkil etilishi, xavfsizlik madaniyatiga rioya qilinishi bu ishchi xodimlarning xavfsizligida kafolatlangan deb bilamiz. Tahlillarga ko'ra, o'tgan 2025-yil davomida viloyatda ayrim baxtsiz hodisalar qayd etilgan bo'lsa, 2026-yilning dastlabki choragida ular soni kamaygani kuzatilmoqda. Bu esa profilaktik chora-tadbirlar, jumladan xodimlar o'rtasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish, xavfsizlik texnikasiga qat'iy rioya etish hamda jamoatchilik nazoratini kengaytirish orqali erishilayotgan ijobiy natijalardan dalolat beradi. Ma'lumot uchun, yangilangan konstitutsiyamizda har bir fuqaroning xavfsiz va munosib mehnat sharoitida ishlash huquqi mustahkamlab qo'yilgan. Bu esa mehnat munosabatlarini tartibga solish muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga ish beruvchilar zimmasiga katta mas'uliyat yuklab, ulardan xodimlar uchun xavfsiz ish muhitini yaratishni talab etadi. Tadbirimizdan e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ish joylarida psixologik va ijtimoiy muhitni yomonligi, inson salomatligi va umumiy iqtisodiyotga jiddiy xavf yetkazmoqda. Bu haqda Xalqaro mehnat tashkilotining yangi hisobotlari ma'lum qilindi. Tashkilotning ma'lumotiga ko'ra, har yili 840 mingdan ortiq odam ish joylarida noqulay psixologik muhit bilan bog'liq kasalliklar sababli vafot etadi. Bunga faqat ortiqcha ish yuklamasi emas, balki yomon munosabat, bosim, ta'qiblar ham kiradi. Bunday sharoitda doimiy ishlash, stress, yurak-qon tomirlar kasalliklari, ruhiy buzilishlarni olib kelishi mumkin. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad barcha korxona tashkilotlarida mehnat qilayotgan xodimlarni mehnatini muhofaza qilish, ishlarini samarali tashkil etish, ish joylarida ishlab chiqarish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarini oldini olish, munosib mehnat sharoitlarini yaratish bugungi kundagi muhim vazifa ekanligini e'tibor qaratishimiz lozim. Shuningdek, ishtirokchilar tomonidan mehnat muhofazasi madaniyatini yuksaltirish, xavfsiz mehnat muhitini ta'minlash va har bir ish joyida inson qadri ustuvor tamoyilini qaror toptirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu esa o'z navbatida har bir xodimning hayoti va salomatligini asrash, jamiyat farovonligini ta'minlashda xizmat qiladi. Tadbir yakunida mehnat muhofazasi sohasida faollik ko'rsatib kelayotgan bir guruh xodimlarga tashkilot vakillari tomonidan esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar topshirildi.